operatorga ham aytamiz. Salom qilsangiz, biz o'zimiz paytda o'qib o'rganib olib boramiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Germaniyaga tezlashtirilgan viza olib kelgan yurtdoshimiz bilan bugun ajoyib suhbat o'tkazamiz. Assalomu alaykum Bobur, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Bektemir aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Zo'rmi? Havolar qanday? Hammasi yaxshi. Havo bizda sal iliqroqda, bu yerda mana ko'rib turibsizlar, biroz salqin, yomg'ir yog'gisi kelib turibdi. Bu endi odatiy holat. Bobur, eng birinchi savollardan biri. Odamlar O'zbekiston Germaniyaning elchixonasi O'zbekistondan viza olib kelgunga qadar 8 oygacha kutyapti-da, hozir ochirilishini. 1 yilgacha. 1 yilgacha kutyapti 8 oydan. Siz bo'lsa 6 haftaning ichida ish beruvchini topib, vizani olib, mana bugun kelyapti 12-oktyabr, erta 13-oktyabr 2025-yildan ishni boshlaydi, Bobur. Qanday bu natijaga erishdingiz? Endi albatta bitta o'zim bu narsani amallaganim yo'q. Bunga menga yordam bergan Nurberga firmasiga alohida rahmat aytib o'tmoqchiman. Chunki ular menga ko'p yordam berishdi, ya'ni ish beruvchini topib, men bilan bog'lab qo'yishdi. Katta rahmat aytmoqchiman, lekin asosiy jihat nimada? Beschleunigte Fachkraftverfahren yo'nalishi degani o'zi aslida tezlashtirilgan tartibdagi malakali ishchi kadr protsessi yo'nalishi bo'yicha kelganim uchun ham menimcha bu tez sur'atlarda amalga oshib ketdi. Qarang, mana shu tezlashtirilgan vizani olib kelish uchun inson Germaniyada qancha maoshga ega bo'lsa, asosiy o'zbeklarga qiziq joyi, moyli joyi, qancha maosh taklif berilsa, elchixona sizga viza beradi va bu yerda ishlashga ruxsatnomangiz ham chiqadi. O'rtacha hisobda 35.000 yevrodan 40.000 yevrogacha 1 yillik maoshi bo'lishi kerak. O'shandagina viza olish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Qarang, siz O'zbekistonda hozirgi paytda obyektivkangizni ko'rib chiqqanimda ancha joylarda ishlagan ekansiz. Bank sohasida, Moliya vazirligida, hattoki oxirgi ishlagan joyingiz bir qo'shma korxonani ishlab chiqarish, rejalashtirishmi, shu yo'nalishda ham ishlagansiz. Ya'ni qo'shma korxonalar O'zbekistonda ham yaxshigina maosh to'laydi. Nima sabab bo'ldi? Nima omillar ta'sir qildiki, sizga Germaniyaga yana qaytib keldingiz? Bir necha bor Germaniyada bo'lib ketgansiz, qaytib ketgansiz, O'zbekistonda faoliyat yuritgansiz. Endi bu uzoq proses. Birinchi marta o'zi o'qish yo'nalishi bo'yicha kelganman, Austausch semestrga Erasmus dasturi bo'yicha DAADdan stipendiya yutib, o'sha bo'yicha kelganmiz. Birinchi marta Germaniyaga, umuman Yevropaga o'shanda kelganman. Bir semestr o'qiganmiz International Business yo'nalishida. Keyingisida yana qiziqish bo'lgan Germaniyaga kelgani. Unda praktika, hotel management sohasi bo'yicha praktikaga kelganman 6 oylik. Va 3-chi kelganimda Weiterbildung bo'yicha kelganman. Weiterbildung degani malaka oshirish. Ya'ni o'sha sohada o'z sohangizda malaka oshirish. Va ko'rganman, Germaniyada asosan hamma biladi bu narsani, ishlab chiqarish sohasi juda ham rivojlangan. Ya'ni o'zining mahsulotlari bilan butun dunyoga mashhur Germaniya. Aytaylik, mashina ishlab chiqarish sohasidami yoki stanok ishlab chiqarish sohasidami. Va o'sha paytda ko'rganmanki, demak, ishlab chiqarish sohasida imkoniyat katta. Va alohida ta'kidlab o'tishim kerak, o'zimni turli xil sohalarda sinab ko'rganman O'zbekistonda. Ya'ni finans sohasida, moliya sohasida, bank sohasida va oxiri o'zimni shu ishlab chiqarish sohasida topganman va Germaniyaga kelishimga turtki ham shu, ya'ni ishlab chiqarish bu yerda juda rivojlangan bo'lgani uchun yana oxiri, ya'ni malakali kadr sifatida kelishga mana eng muhim omildan biri demoqchisiz. Qarang, endi siz bu yerda qaysi lavozimda ishlaysiz? Aynan o'sha sizga taklif berilgan ish beruvchi tomonidan. Xo'p, o'zi O'zbekistonda Turk qo'shma korxonasida ishlardim, ishlab chiqarishni rejalashtirish bo'limida. Va bu yerda ham aynan shu soha bo'yicha keldim. Lekin turklarda emas. Yo'q, endi nemislar. Endi nemislarda. Qarang, mana shu siz endi lavozim qanday nomlanadi? Siz o'sha ishlaydigan faoliyat turingiz lavozim. Lavozim Produktionsplanung. Ishlab chiqarish, rejalashtirish. Produktionsplanung spetsialist. Ya'ni ishlab chiqarishda rejalashtiruvchi kadr. Qarang, endi siz ta'kidlab o'tdingiz, semestr o'qib ketganman, bir semestr dedingiz. O'qish davomida bo'lgan bu, to'g'rimi? O'sha semestrda 6 oy o'qiganmisiz? 6 oy, bir semestr. O'sha semestr O'zbekistonda o'tdimi? Yana qo'shimcha semestr o'qidingizmi? Qanday bo'ldi buni? Tan oldimi O'zbekiston oliygohlari? Albatta tan oladi. Men o'zi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida o'qiganman. Xalq tilida bu narxoz deb tanilgan. Bizda imkoniyatlar ko'p edi va universitetimizda bu yerdagi Hochschule Bremen
instituti bilan shartnomasi bor edi, ya'ni talaba almashinuv dasturi bo'yicha va bir semestr o'qib ketganmiz. O'qigan sohalarimiz yaqin bo'lganligi uchun yana keyingi semestrdan davom ettirib ketishga imkoniyat bo'lgan. Qarang, bu bolalar hozirgi paytda nemis tilini o'rganib, ancha nemis tilidan sertifikatlarga ham ega bolalar bordi. Ular qo'lida mehnat shartnomasi bor va o'zini Germaniya elchixonasida viza olishni ochiribga yozgan, navbatga vizaga. Ammo viza 8 oygacha vizaga topshirish uchun ochirib kelyapti. Lekin 8 oy oldin bergan ish beruvchi tomonidan shartnoma o'z kuchini yo'qotmayaptimi? Unga yana qo'shimcha nimadir olish kerakmi yo'q ish beruvchi tomonidan? Juda o'rinli savol bo'ldi. Ko'pchilikni qiynayotgan mavzu bu. Chunki bugungi kunda o'chirib olish ham, ya'ni termin olish ham juda qiyin bo'lib ketdi va muddat uzayib ketdi. O'rtacha shunaqa o'zingiz aytganingizdek 8 oy, 1 yil muddat vaqt ketyapti. Bunda o'sha shartnoma qilgan odam asosan ish beruvchi bilan doimiy aloqada bo'lib turish kerak, kontaktda bo'lib turish kerak va ish beruvchidan xat olish kerak bo'ladi. Ya'ni bizda shu xodimga hali ham ehtiyoj bor degan mazmunda. O'shanda yana davom ettirib ketsa bo'ladi. Davom etib ketsa bo'ladi. U Einsteinning so'zlari deyiladi. Do'stlar, agar sizda kelasi haftaga viza ochiringiz kelgan, ammo 8 oy oldin siz mehnat shartnoma olgan bo'lsangiz, shu qog'ozni so'raysiz. Nemischasiga sizlarga aytib qo'ysam, kimgadir naf tegishi mumkin. Mana Bobur sizni diplomingizni bu yerda tasdiqlatdingiz va shu asnosida bu yerda faxrlar bo'lib kelyapsiz. Endi bu tasdiqlatish degan joyda uzr, gapingiz bo'ldi. Tasdiqlatish qanaqa bo'ladi? Anerkennung deyiladi, ya'ni tan olish. Germaniya siz diplomingizni tan oladi. Men bakalavr o'qigan bo'lsam, bu yerda anerkennung qildiraman. O'rtacha hisobda shu 2,5-3 oylar muddat vaqt ketadi. Ya'ni hamma hujjatlaringizni berasiz, Germaniya tan oladi. Bundan keyin siz xohlasangiz ishlashingiz mumkin bo'ladi, xohlasangiz yana o'qishingizni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizning ingliz tili juda ham kuchli. Shu taraflar ham sizga plyusga ishladi. Albatta, til qancha ko'p bilsa, shuncha yaxshi. Chunki Germaniyada raqobat kuchli ish bozorida. Nemis tilini bilsangiz, o'zingiz uchun foyda, chunki bu yerda hamma nemis. Agar qo'shimcha tillarni biladigan bo'lsangiz, yana imkoniyatingiz ko'payadi. Qarang, shu yerda til deganingizga rus tili bu yerda muhimmi yoki qayerdadir kerak bo'ladimi rus tilini bilish? Rus tili ham kerak bo'ladi. Chunki bu yerda rus tilida gaplashadigan aholi ham bor o'ziga yarasha va endi ishlaydigan joyiga qarab. Masalan, O'rta Osiyo davlatlari bilan biznes qiladigan tashkilot bo'ladigan bo'lsa, rus tili kerak bo'ladi. Chunki Qozog'istonda ham, masalan, Qirg'izistonda ham O'rta Osiyo davlatlarida rus tilini ko'pchilik biladi. Ya'ni o'sha eksport sohasida ishlayman desa, rus tili ham o'ziga plyusga ishlaydi, ammo muhim joy emas demak. Yo'q, birinchi o'rinda baribir nemis tili. Siz kelganingizda nemis tilingiz hozirgi kunda qaysi darajada kelishingizgacha bo'lgan nemis tili? Endi yillar davomida har safar kelgan bo'lsam, o'z-o'zidan ko'tarilib kelgan. Bugungi kunda hozirgi holatda B1 darajasiga egaman, yo'ta sertifikatim bor. B1 bilan lekin sizda mündlich gespräch ko'rdim, asosan shu yuqori B2 darajagacha borar ekan. Qarang, yurtdoshlarimizga masalan kelaman deb faoliyat turini bu yerda egallayman desa, qaysi sohalar eng tezroq viza olib, qiyinchiliksiz kelishi mumkin va Germaniyada qaysi sohalarga yetishmayapti o'zi kadrlar? Aslida ham javob beradigan bo'lsak, ko'p sohalarga kadr yetishmayapti. Chunki bularda aholining yoshi ulg'ayib borgan sari o'z o'rnida ko'p sohalarda ish o'rni qo'shib boryapti. Menimcha, ishlab chiqarish sohasi va tibbiyot, meditsina yo'nalishi va qishloq xo'jaligi yo'nalishida talab juda ketdi. Va shuningdek, shopirlarga ham talab ketdi. Endi shopirlarni O'zbekistondan olgan o'sha pravalar o'tadimi? Bu yerga masalan, endi siz yuk avtomobil haydovchisi demoqchisizda? Yuk avtomobil haydovchisiman. Berus prava O'zbekistondagi o'tadimi bu yerda? Bu yerda 6 oygacha ularda pravalar ham. Endi yuk avtomobil bo'lish uchun bu yerda modul 95 da olish kerak va qo'shimcha pravani 6 oy ichida almashtirish kerak. Bu proseslar hammasi ayrim ish beruvchilar buni ko'tarmoqda o'zini nimasi bo'yicha. Xarajatlarni bilasiz, 10 mingdan ziyodga aylanib ketadi, 10 ming yevrodan ziyodga prava almashtirish. Endi siz bu yerda endi ishlab chiqarish bo'yicha rejalashtirish mutaxassisi bo'lib ishlaysiz.
kelajakda qanday niyatlar? Kelajakda endi niyatlar oldimizga kattaroq maqsadlar qo'yganmiz. Xudo xohlasa asosiy maqsad shu yo'nalishda yana ham puxta egallab, o'sha ishlamoqchi bo'lgan korxonamizni e, yana ham gullab yashnatib, tajribamizni orttirib, e, nafaqat bu Germaniyada, balki yana O'zbekistonda ishlab chiqarish sohasida turli xil yangi imkoniyatlarni ochish. Shu, nemislar bu industriya sanoatning yuragi. Asosan og'ir sanoat. Siz aynan bir sohani, bir sanoatni boshqaruv, ya'ni ishlab chiqarish rejasini qilasiz. Biz o'tirgan joy Nyurnberg shahri do'stlar. Nyurnberg shahrida yurtdoshimiz Bobur bilan katta bir mutaxassis bilan suhbat qildik. Bobur, sizga kelajakda omad yor bo'lsin. Rahmat. Eng asosiysi Germaniyada o'rgangan narsani O'zbekistonda qo'llash. Bu asosiy maqsadimizda. Germaniya esa Yevropaning yuragi. Yevropani ushlab turibdi. Motori, sanoati, moliyasi va barchasi. Siz o'sha bir katta davlatni bitta sanoatini rejalashtiryapsiz, bitta korxonasini. O'zbekistonga borib, xudo xolasa yaxshi o'zingizni ishlab chiqarish korxonangiz bo'lsin niyatini bildiramiz. Do'stlar, biz bilan Muhammad Bobur, farg'onalik, Farg'ona shahridan mana Germaniyaga ertadan boshlab o'z faoliyatini amalga oshiradi. Biz esa bu yigitga sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Keyin operatorga ham aytamiz. Chalg'itmasangiz biz o'zimiz paytda o'qib o'rganib olaveramiz. Sizga esa omad. Rahmat, sizga ham katta sog' bo'ling, ishlaringizga omad.